Assalomu alaykum hammaga. Ustoz kanaliga xush kelibsizlar. Bu kanalda biz AI ya'ni sun'iy intellekt bilan ishlashni o'rgatamiz. Sun'iy intellekt o'zi nima deganlar uchun? Sun'iy intellekt bu odam tomonidan yasalgan miya. Bu sizga maslahat beradi, dasturchilar uchun kod yozishga yordam beradi. Oldin hamma narsani dasturlashga oid bo'lsa, koderlar ko'p edi. Hozir sun'iy intellekt bilan ishlashni bilsak bo'ldi. Xo'p, sun'iy intellektda turli xil yo'nalishlar bor. Maslahat olish, shular kod yozish, video yaratish, rasm yaratish, qo'shiq yaratish, matnni gapirtirish. Shular haqida gaplashib chiqamiz. Xo'p, gaplashishga yaxshi maslahat beradigan AI hamma ishlatadigan ChatGPT. ChatGPTda yangi ChatGPT 5 chiqdi. Oldinroq chiqqandi. Shu ChatGPT 5da 50 mingtadan ko'p so'z bor. Ya'ni sizni 90% savolingizga to'g'ri javob bera oladi. Cloud AI. U Cloud AI kod chiqarishga ham yaxshi, maslahatga ham yaxshi, rasm tayyorlash uchun promptga ham yaxshi. Gemini Google tomonidan yaratilgan Google Labs. Geminini ishlatganlar bo'lmasa kerak. ChatGPT bilan Gemini birinchi yaratilganlardan va ko'p ishlatiladiganlardan. Bular Geminiga rasm tayyorlash, gaplashish, prompt olish, kod yozish ham yaxshi. Kod yozishga lekin men yoqtirmayman kod yozishni. Copilot ishlatib ko'rmaganman. Copilot yozib ko'ramiz. Copilot AI. Microsoft tomonidan yaratilgan ekan. Bu ham juda yaxshi ekan. Xuddi ChatGPTga o'xshaydi. Faqat bunda nima yo'q? Limit yo'q. ChatGPTda limit bo'lsa, Gemini va Copilotda limit yo'q. Grok ham ko'p eshitganman, lekin ishlatib ko'rmaganman. Grok AI ham maslahat uchun juda zo'r. Maslahat berish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Xo'p, kod yozishga keling. Kod yozishga birinchilardan Cloud AI'da maslahat beraman. Gaplashishga ham, kod yozishga ham juda zo'r. Keyin GitHub bu backend uchun juda yaxshi. Replit AI bor. Bu kodni maksimum darajada ko'p chiqarib beradi. Amazon tarafidan yaratilgan CodeWhisperer bor ekan. Buni ishlatib ko'rmaganman. CodeImva Tab9 bir-biriga o'xshab ketadi. Xo'p, video yaratishga keldik. Video yaratishga Pixelabs, Runway, Adobe birinchi o'ringa turadi. Adobe xuddi CapCutga o'xshaydi, faqat bunda AI tizimi ham bor. AI dan video tayyorlasangiz ham bo'ladi. Pixelabs Adobe'ni bir turi desa ham bo'ladi. Faqat Pixelabsga AI bilan ishlaymiz faqat. Runway videoni tez chiqarib beradi. O'sha uchun run. O'zida nima qilsalaringiz ham bo'ladi. Videoni kesib taxlasalaringiz ham bo'ladi. Yana biri Flow. Uni Google tayyorlagan, Google tomonidan yaratilgan. Ikkinchisi Pixverse ovoz chiqolmaydi, ovoz yozish qiyin. O'sha uchun bu Nara AI 11 Labs juda yaxshi. Ovoz qo'shib beradi.
Rasm yaratishga birinchi o'ringa turadi Nano Banana, keyin OpenAI yaratgan DALL-E, ya'ni ChatGPT'ni nimasi, sherigi. Faqat bu rasm tayyorlaydi, ChatGPT suhbatlashadi. Stability AI, Stable Diffusions ekan nomi. Buni ishlatib ko'rmaganman, to'g'risini aytsam. Midjourney menimcha Nano Bananaga o'xshash bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. Midjourney. Ctrl+C ni bosamiz. Ctrl+V. Mana bu nima ekanda? Nano Banana ekan. Qo'shiq yaratishga eng zo'ri Suno. O'zi bitta qo'shiq yaratadigan bo'l, o'sha ham Suno. Bunga qo'shig'ingiz qanday bo'lishini yozasiz. Misol uchun qo'shig'im siqilganlar uchun yoki bas yoki ana bu nima deydi bu tez aytar rep, shuni yozib berasiz va qo'shig'ingizni so'zlarini yozib bersangiz o'zi tayyorlab beradi. Bir 3 xil 4 xil variantda qiz bola aytadi, o'g'il bola aytadi, seryozniyroq ovozga, detskiy ovozga ayttiradi. Xo'p, Eleven Labs bu nimani, matnni ovoz qilib beradi. Eleven Labs. Bunga sherik Narakit. Bu sherik bunga. Niye kirmay turamiz? Narakitga kiramiz. Sign up'da bo'lsamiz. Voice ovoz yozib beradi. Bunga kirganimizdan so'ng biz bunga matnimizni kirita olamiz. Yo'q, bosmaymiz. Shuni bosamiz. Money deb profil back. Narakit Open Recent Projects. Yangi proyekt yaratish. Bunga o'z bo'lardi-da joy. Narakitni ishlatib ko'raman. API'sini olish. Creative audioni bosamiz. Voy bera. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar yozamiz. Deb yozamiz va bera qaysi odam, qaysi davlat gapirishi kiritamiz. Misol uchun bizga O'zbekka Shavkat, Gulnora, Odina, Dilnoza, Zulfiya, Shavkat bor. Biz bittasini tanlashimiz kerak. O'g'il bola bitta. Dilnoza ana bu ovozi o'zbekchaga tortadi. Shavkat va Odinaniki talaffuz qilish qiyin. Hammasiga yoz. Mana. Qaytib. Mana. Shunday uslubda bo'ladi. Tushuntirib beribdi. Google eng ko'p chiqadigan AI. Google ko'p ishlatiladigan AI. Google'da
Köp işletiladiganlardan Gemini, Codioshi, GitHub, Replit AI, Tabnine, Codium eng zo'rlaridan biri. Bugungi darsim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.